sheyka mana bu joy ko'ryapsiz. Mana bu ichi servikalniy kanal. Siz olayotgan lecheniyalar agar displaziya bo'lsa, tsin holatini beradigan bo'lsa, siz обработка olasiz, svecha qo'yasiz, faqat o'ziga kanalning ichiga hech narsa qo'yotganingiz yo'q. U kanalning ichidan bo'lgan sari qalinlashib borib, to'qima ichkaridan o'zgarishni boshlaydi. Ana o'shaning uchun ham men paptestga ishonmayman-da. Paptest sitologiya olganda shotkada maksimalni kirsa 1 sm kirishi mumkin, undan oshirmas. Uni ham bitta aylantirganda sizda agar yallig'lanish, shamollash, bunaqa infeksiyalar ketayotgan bo'lsa, выделениyadan boshqa narsa tushmaydi. Выделенияni o'zi aylanadi endi. Biz hozir saskop olganimizda mana bu joydan qirib olamiz. 4 ta devoridan, har bitta qismidan qirib chiqamiz. Именно o'sha bizni tutgan, o'zgarayotgan to'qima tushishi kerak o'sha joyda. O'sha to'qima tushmay qolsa ham mana bu rezultat o'zgaradi, boshqa kartinani beradi. Hozir displaziya